İzhar Kinoxonasi. To'rbat manzilimiz www.izhar.tv/cn. Salon izlashnomamiz Izhar TV/cn. 17 yildan burunqi Tayfun Burun tufaylidan bir-biridan ayrilib ketgan ota bilan bola oxiri yuz ko'rishdi. Biroq taqdir ularni ahmoq qilib o'ynamoqda edi. Taftish amaldori Nobitoning mushjog'dagi atovali qizi amaliyotda bo'lsa, odam o'ldirgan qotil Shimazakining qizi edi. Shimazaki oldirab-saldirab elib ketgan qizchaq Naoko bo'lsa, dan Nobitoning qizi edi. Shimazaki uzoqqa so'zilgan turma hayotida yo xafa bo'g'inni, yo xo'shal bo'g'inni pilgil bo'lmaydigan bir xil mijozini shakllantirib olgan bo'lib, u Naokoni doim ayblagan edi. Naoko bo'lsa uni o'z dadisi deb hisoblab uningdan atrofli xabar oladi. Bir kuni Naoko Shimazakining qurum-chapinda bir muncha qondoqlarning turganligini bayqab qoladi. Mas'ul taftishga tayinlangan Nobito darhol qotillik delosi yuz bergan naq maydonga yetib bordi. Bu chaqda vaqt yarim kecha yiqilishib qolgan edi. Keldingizmi? Nima degan chaqqan? Bizning taftish vazoratimiz azaldan mushundoq chaqqan. Ahvol qanday? Pikapdan tushigila oq tarafdan urilganda qiladi. Mana bu yerga qarang. Qon ancha ko'p chiqmagan o'xshaydi. Shunga bu yarning ajallik yari yoki emasligini operatsiya orqali bilib bo'larmikin. Qotillik quroli qani? O tepilmadi. O kimkan? Uning ismi Uko Dakiniya, 21 yosh. Anglashimcha o texi bir o'quvchi ekan. Shundoq bo'lishiga qaramay, u hamisha lukchaklar bilan apaq-chapaq bo'lib yuriydi ekan. Atrat boshlig'i. Bir gumonliq unsurni topdik. Biraylan ziyonkashlik uchrag'ichining birisi bilan takallashayotganligini ko'ribdi ekan. Takallashayotganligini ko'ribdi? Bu ishqa pikapning soqochi sabab bo'lgan o'xshaydi. Aslida bundoq ishganda, qarshi tarafchi. Qarshi taraf qanday odamkan? Qarshi taraf ishchimi kiygan. Bastlik bir o'ttir yoshli erkakkan. Ishchim kiygan? Bugungi kunda oz uchraydigan modadan qolgan shimda qiladi. Taftish efendi, sizning fikringiz qanday? Boshqa fikrim yo'q. Yana boshqa belgilar bormi? Aytishlar qaraganda, u kishi ustiga qora xurum chapan kiyganmish. Sana ne oldu? Ne meni xiyol qilyapsan? Dada, chapaningizda qon dog'lari turadi. Qonivos ne bo'pti? Hali turutamdi. Dada, bir yeringiz yaralandimi nima? Akşam hele kıyat yarlandım. Meni bire eski çıkıp koydum ekin dep gumallı otamsan değil mi? Gumallandığım yok, ben fakat... Ağzını yum! Karasının ettinge. Mendek dadang boğalıqıdın həsrətini utamsan, nəbirətini utamsan. Şuna həmmidin ağrına vatqan sen tayillıq. Mana bu senin. Həqiqi oy xiyalındı. Sen keçip getmekçi, mendek yaramaz dadağını taşlap, yıraqlağı keçip getmekçi. Kaçmakçı bolsan, tızıra kaç. Neymiş ki kaçımen? Peşan hengi pütlügeni görersen. Bu pişansız pütülgeni görüşmezsilsen. Ondaq boz nime? Siz degen menin dadan tırsınız. Mənsə, özəmnin qıyğan işığa, özəmnin əqli etmədiğən adam boq qapdımı? Hesablap baxsam, menin törmüdə yatqa vaxtım dəl senin. Senin yaşını doğru kildikken. Senin helik qavuşdek kır anan bilen, helik haramdın boğan əbləq. Nəg mökünü oldu ekin. Anan meni bir qıtımı törmüge yoxlap kemmidi. Mən top-doğru 17 yılını tikendek yalğız etkizdim. Tümür pensiri içindeki azablıq turmuşunu düşünemse.
Men bu tikandek yalğız yaşadım. Aqlimga kelgandan boshlab yolg'izlik his qilib keldim. Albatta, atrofimdagilar menga obdan muomala qilishdi. Bo'libmi Darlitamning mudiri menga ko'p g'amxo'rlik qildi. Lekin Takako bilan ikkimiz o'qish bitgandan keyin boradigan yerimiz bo'lmag'achqa bizni praktikant tarbiyachi qilib olib qoldi. Yana texi ikkimizni to'liq o'tir maktabda o'qitdi. Do'stlarimizmi ko'paydi. Lekin yana yolg'izlikdan qutulolmadim. Shuni sizni ko'rgan cheg'imda. Bo'ldi. Ko'tudayam Sancho. Gepinglardan qaraganda ziyonkashlik uchirg'uchi Serbiya yiqilib tikanda. Naq maydonning bir tarafi Shizuokawa daryosi ekan. Qirg'oqda to'mir reshatka bor ekan. Reshotkaning ustida ziyonkashlikka uchirg'uchining qondig'i va chechi qopdi. O'lgichining yuzida qattiq tayoq yegan jarohat izlari bor ekan. Bulardan qaraganda tepib chaylanganda o'lgichining beshi reshotkaga qattiq tekkan o'xshaydi. Ondaqda nemishqi reshotkaning ostiga yiqilmay, pikapning yeniga yiqiladi. Bu bir gumonliq masala. Lekin qatnash vaqasida beshi og'ir yaralangan odam bir necha qatam mangandiki unda yiqilmaydi. Hozircha yanala bundaq yengillik bilan hukm chiqarishdan saqlanganimiz yaxshi. Albatta, dalil isbotlar to'liq bo'lish kerak. Soqchi tarafdan deloni balduroq pash qilishi, haydakchilik qilishingizni umid qilaman. Ma'qul. Xayr, xo'sh. Yoshino. Qizingiz hali ko'nib qoldimi? Ko'ngil bo'lganingizga rahmat. Aras, ayolingizdan xabar bormi? Buni ayolingizmi tepilgan bo'lsa, belki yaxshi bo'ladi. Yumiko. Bu yerda ekansizda. Qaytib keldingizmi? Nima? Yana qush surtkashlar otamsiz, armosingiz bo'lmamdi. Biroq men birag'ingiz bormi nima? Meningcha Yumiko. Siz hozir mening xotinim. Bizning ikki bolamiz bor. Buni hergiz unutmang. Aras. Darlitamda kelib qiz sizni izlab kelibdi. Kaniko, keldingizmi? Meni izlaganmidingiz? Anglashimcha. O'ltiring. Anglashimcha siz to'liq o'tir maktabda o'qimaydigan bo'lib o'tibsiz. Bu gap rost o'xshamamdi. Rost. Maktabda o'qimayla qolmasdan, hatto praktikant tarbiyachilik xizmatidan ayrilmoqchiman. Buning sababini aytib beqing. Nemish ham o'qishdan ham xizmatdan ayrilmoqchi bo'ldingiz? Dadingizning ishi uchunmi? Dadingizning ishidan xabar topdim. Lekin u o'zining jinoyatini yuvib turmadan chiqdi. Albatta, jamiyatdagi ba'zi kishilar uningga yomon ko'zda qaraydi. Lekin siz buning bilan o'zingizni tashlasangiz bo'lmaydi-da. Bilishingiz kerakki, dadingiz degan dadingiz, siz degan siz, ikkinglar ikki odam. Bundaq bo'lishi mumkinmi? Men degan, uning pushti
üstüden tamğan qildi. Her qancha azaplı, her qancha müşkül bolsunmu, qandaşlıq münasibətini üzüb taşlığal bolmaydı. Onun üstüge, men onca ola həsrət çekip ketkinim yoq. Darlitamdaki nurg'ulg'a yetim balaq selishtig'anda, men ulardan baxtlik emasmi? Kaniko. Yani kelib dadam mushillarni yetkish jabbo chekdi. Nimal qilib bo'lmasin, uningga ozdil rahat ko'rsatishim kerak. Shu men ko'proq pul topqil bo'ldigan, bir xizmat topmasam bo'lmaydi. Sizdan o'tinib qolay. Men qurbitim yetgidek bir xizmat tepishib bersangiz. Sizdan o'tinay. Tushundim. Erimga deb baqay. Sizni avar qildigan bo'ldim. Biroq maktabdan chekinishingizga yana qo'shilmayman. Siz to'liq o'rta maktabni bitirgandan keyin tarbiyachi salohiyatiga ega bo'lib, darlitamda bolalarning oldidan obdan xabar olaman demaganmidingiz? Amdilikda bolalardan voz kechdingizmi? Og'ziga tegmay, Kaniko muallim deb cho'riqlashadigan bolalarni tashlab ketishga ko'zingiz qiyamdi. Siz Nagoyaga bormoqchimi? Qo'limdagi ishni tugatgan aman Nagoyaga bormoqchiman. Ishi Kanikoning ishi uchunmi? Yezimikoni beqib cho'ng qilgan oq ko'ngil odam vafot bo'lib ketgan bo'lsa-mu, lekin shu atroflarda ahvolni biladigan odamlar bo'lishi mumkin. Oldingi kunlarda Ishi Kanikoni allburun olamdan o'tgan deb o'ylab yurgandim. Lekin bu qitim Yezimikoni topgan fursatdan foydalanib, oxirgi hisobda bu ishni bir taraf qilib o'tmoqchiman. Kishilar o'tib ketgan ishlarga hamisha o'xshash bo'lmagan posiyat tutadi. Siz Yoshino Nobutoning qalbida 17 yillik musofa. Go'yo ko'z yumib ochqichilik vaqt bilinmoqda. Odam deganning ro'yaltini zodil tushunib bo'lmaydi ekan. Aqlliq ayol advokat Yamanura Miyakoning yuragining chunqur qatlamidagi hissiyot albatta Nobutoga bashqoldek ayon edi. Shuning bilan bir chaqda Nobuto yanala Ishi Kanikoni chunqur muhabbat bilan yod etdi. Buni Yamanura Miyakoma obdan tushunadi. Lekin ular yana nima deyalsin? Chaqirqimman. O xizmatdan ayrilishni herkes yo'q qo'ymayman. Kechiring. Lekin bo'ldi. Bu zor nima ish? Otaki efendining yordam qilishi bilan balla boqisi putoy deb qoldi. Balla xo'shalik bilan kutayotmoqda. Siz bo'lsangiz qarab turib, bu zot nima uchun? Sizdan o'tinib qolay. Xizmatdan ayrilaman degan gapni hargiz qilmang. Menga yana bir qayta yordam qiling, ma'qulmi? Kaniko. Takako acha! Takako acha! Yaxshimisiz? Takako, yaxshimisiz? Aqamni olib keldim. Kichik do'stlar, sizlarga yeydigan narsalarni olib keldim. Takako, nima qilganingiz bu? Vallahi shu vaqt tushak narsalarni yeyish qanday bo'ladi? Bir qitimliq hech vaqasi yo'q. Qanday obdan narsa olib keldingiz? Nima olib keldingiz? Tipi qanachi? Tort, shokolad, pechene. Takako, acha, tuzuk aytib bersangiz-chi. Tuzuk bo'lsa, mana hozir achaman. Biroq endi men Takako acha emas, meni Yezimiko acha deb chaqirishinglar kerak. Yezimiko acha? Yezimiko? Sen olib boqaychi. Yezimiko acha danglar. Yezimiko acha! Nayt yaxshi bo'ldi, bek yaxshi bo'ldi. Avval qo'limizni yuvaylik, jiringlar. Ma'qul. Qarang bu qizni. Birdan saqlab turing, ha? Yaxshimisiz? Obdan turdingizmi? Salomatligingiz yaxshimi? Ha. Qarasam o'riqlab qolgandek ko'rinasiz. Ko'zingiz bakmi o'tkirkan. Siz alaydan uningga hamroh bo'lib keldingizmi? Cho'ng dadamning buyrug'iga binoan keldim. Nima desam bo'la? Muhofizachi desammi bo'ladi? Hozir yana universitetda o'qiyotgansiz. O'qish bitirdim. Hozir praktikant adliya xodim bo'lib ishlayapman.
Ondaqda kelgüsüdə. ish qilib ota-bobomdan miras qolgan taftish xizmati bilan shug'ullanaman-da. Parvo qilmayotganda ko'rinasizg'i. Shundaqmi? Menga bunda qarama. Lekin men o'zimni bu ishga astoydil muomala qilyapman deb o'ylayman. Toshi, Yezimiko Darlitonga ketdimi? Toshiso kim birga ketdi? Toshiso kim birga ketdi? Muhabbatchi bo'lmasa bo'landi. Agar yana yutib kes qanday qilamiz, ha? Shundaq. Yezimiko yana bir muncha sovg'atani olib ketdi. Aras, bir ish kundan keyin menmu berib yo'qlab kelay. Kimni yo'qlaysan? Otake ismli bir kishining uyiga bormoqchiman. Heraqi Darliton yasab demoqchi bo'lgan kishimi? Uning xonimi Yezimiko uchun ko'p ajrsin dedi. Shunga Yezimikoni ep berib uning rahmat aytishim kerak. Shunday qilishga tegishlik. Abla, shikashtiq tamoq yemidi-ku. Biz yavrayli. Toshi Suki hocam, Yezimiko xonim, tamoq yangla. Qara, Nobuto. Boş gelen qantaraq. Demakchimanki, Toshisuki bilan Yezimiko xudo qo'shgan bir job. Dada, Amaliyotda buning karakterchilik ular garchi aksiyal bo'lsa-mu, lekin qanday munosabati yo'q. Ular ikkisi birlikda oilamizning egiligiga varislik qilsa, daha yaxshi emasmi? lekin bunda qilishga tex boldir. Baldır degani nimasi? Ular hamon biladi. Yezimiko, boyaqkan. Yezimiko, baya cho'ng dadingiz degan gaplarni angladingizmi? Men maqsadli holda sizdan yo'shirayotganim yo'q. Lekin hammani biroqli davatsam, sizni cho'chib ketamkin deyman. Biror fursat tepib sizga men so'zlab beraman. Bu ishni chataq chiqandan nima? Yezimiko, nima bo'ldi? Akam bilan chiqqimiz. Eshik Haniko. Eshik Haniko'ning o'zi. Efendim, bir işiniz var mı? Ana! Boy dadam bilan bog'cha to'p o'yindik. Bekko'rlik bo'ldi. Shundaqmi? Ayolimda bir işiniz var mı? Ayolim? İşiniz bo'lmasa asti ketiverin. Ana, qo'zig'im ichib ketdi. Bundaq bezda qarab turavermay, yo'lingizga ravon bo'ling. Ana, yuring. Tezroq bo'ling. Tez bo'ling. Eshik Haniko. O jazman Eshik Haniko. Lekin uning qarashlari nima uchun boshqacha? Bu zodi nima uchun? Nobuto ishbodlab bag'ishiz g'azab va dard alam orlashib ketgan murakkab hissiyot ilkida o'rtanmoqda edi. Bu uning qalbida texmo cho'ng gumon paydo qildi.
Ay, yakshanba kundimi uyda aramamabsiz-ku. Nadikini, yaqin atrofda aylanib yurdim. Herqi delo qandaq bo'ldi? Yanala hech qanday ilgilash yo'q. Aslida hech qancha kuchmayla pash qilamiz deb o'ylagandim. Kutilmagan yerdan qora xurum chapan kiyib olgan bu o'tir yoshli odam haromzodlik ishlatdi. U mush atrofdagi qavoqxona, chayqonlarning doimiy xaridori emasda qiladi. Xato bo'lib qolmagandi. Ostiga ish tishimi, ustiga qora xurum chapan kiygan deyilgan-ku. Bu ko'p qatim dalillandi. Biroq kiyimlarning pasoni allaqachon modadan qolgan. Sizni avara qilib qo'ydim. Burun Yezimiko mushu joyda turibdi ekan. Efendim, bir işiniz var mı? Yaqay, yo'ldan o'tib ketib deb yo'qlab kirdim. Bana verin. Dadangiz bugun uyda yo'q o'xshamamdi. Onun da bir işiniz var mı? Yo'q, ishim yo'q. Efendim. Dadamni tekshirgili kelmagansiz. Tekshirgili? Dadamdan yana bir chataq chiqmaganda. Nadikini, qandaqsiga bu gap esingiz kelib qoldi. Undaq bo'lmasa uni izdamayli qo'ying. Dadam rostli odam o'ltagan. Biroq u uzun yillarning oldidagi ish. Yana kelib dadam qon qarizni qaytirib bo'ldi. Mush ish uchun o 7 yil turmadi yaptı emasmi? Neymiş hazır yana? Bo'ldi. Ben bu ish uchun kelmadim. Dadamga ishinglar og'risin. O 7 yil turmadi yetib, oxiri erkinlik chiqqanda yana neymiş uni qo'yib etmaysizlar. Chunqur muhabbat bilan to'lgan ko'zlar Nobitoning yurak tarini titratdi. Qaytib ketdim. Bu heliqi mudham totisiga chunqur ishonch bog'lagan sap qalb. Bu erkekning kallasida Nobito to'g'riliqqa hech qanday ta'sirat yo'q edi. Elqi o'zi o'ldirayotgan odamning o'g'li dal Nobitoning beqib olgan bolasi edi. Nobito damalliqqa g'azabini bosamay bu odamni darhol bo'g'ib o'ldirib o'tkazib ketdi. Vaholanki taftish amaldori xos kasbiy ong, shundaqla Naokuning mo'ldirlab turgan ko'zlari oxiri uni pastgo'ga tushadi. Bu ishda hissiyotga tanishga bo'lmaydi. Bu odamga o'chmanlik qilaverishga bo'lmaydi. O tegishlik bedel to'ladi. Dada qaytib keldingizmi? Nim bo'ldingiz? Manda qish. Birisi menga diqqat qilyotdi. Xurum chapingiz qayni? Kichik bol degan oqsoqollik qilmaydigan. Yoshino efendi. Bir anasi bayqaldimi? Siz ketgandan keyin ba'zi ipuchiga ega bo'ldik. Shimazaki Eiji degan odam esingizdami? Shimazaki Eiji? Efendim, siz acaba bayatihi ona bilan surkishib o'tib ketdim. Uning qizini yo'qlab qolgandim. Nima shunda qilasiz? Mening qizim bilan uning qizi kichigidan tortib billa cho'ng bo'lgan. Mundaqda bu nima degan bilan chatoq ish. Heliq ablah jazman diqqat qiladi. Kechiring. Biroq Shimazaki Eijidan gumon qilishda ishonchga ipuchi bormi? Texi to'liq dalil isbotni qo'lga tushiramidik. Biroq siz borganda uning uchida qora xurum cho'pon bormi ekan? Yo'q ekan. Balkim uni yo'q deb aytgandi. Ehtimol. Uni nazorat qilaylik. Yo'q. Nemishqa? Xayr, xo'sh. Yuring.
Shimazaki Eji. Buning biz bilan zodirishsiz uzilmaydigan. Lekin bu yerda bir masala bor. Shimazakiga bir taraflama qarash bilan muomala qilishga bo'lmaydi. Bunda qisaq murakkablaşib ketadi. Xotirjam bo'lamisangiz, bu deloni boshqa taftish amaldori bejirsin. Nadikini, nemancha o'zingizga yeb ketasiz. Onda qisam boshqalar meni mas'ul taftishning nomzodini astoydillik bilan tanlamabdi demamdi. Yanala siz bejiring, davomli ishlayvering. Hozir deloning ahvoli qandayroq? Hozir davomli iz qo'g'lab nazorat qilib dalil isbotlarni qo'lga tushirish uchun uning harakatiga yaqindan diqqat qilyapmiz. Mo'shundaq izlangilik qilib o'ltasalar o'qishib ketsa hamma ish tugishidi. Baya aytdim-ku, tex to'liq dalil isbotga ega bo'lamadik. Ajiba uning boshqa jinoyati yo'qmikan? Boshqa jinoyati? U hamisha chatoq chiqarib turadigan ablah bo'lgandan keyin boshqa eski ishlarni qilmay qolmas. Siz boshqa delo turg'izib qo'lga olish kerak demoqchimi? Yo'q, men mundaqli deb qo'ydim. Men boshqa delo turg'izib qo'lga olish qarshi turaman. Qandaqli bo'lmasin, shu deloni qo'lga olish asos qilish kerak. Nobutoning qalbida ikki to'lqin ko'tarildi. Biri Shimazakining yana bir qatim gumonli qotil sifatida o'ttirib chiqishi edi. Yana bir bo'lsa shubhisizki, Qadinas xotini Eshikanikoning tuyuqsiz ko'z oldida paydo bo'lishi hamda Eshikanikoning boshqalarning xotini bo'lganligidan qilchi xijillik his qilmaganligi edi. Eshikaniko Nobutoga qaraganda uning nazari yot odamlarnikidek sovuq edi. Uning bundoq bo'lib qolishida zodi qanday sabab bor? Nobuto bu ishni aniqlab chiqish qaroriga keldi. Yezaki, mana shirkat yilnomasini ekib bering. Ma'qul. Tug'ilgan joyi Nagoya. Efendim, harmag'aysiz. Oy, qaynab ketibdi-ku. Mehmon kelgan o'xshamamdi. Yezmiko xonimning do'sti keldi. Dada, keldingizmi? Ben qaytib keldim. Ma'g'aysi. Keldingizmi, dada? Qarang, Naoko atayin pulni qaytirg'ili ketdi. Pulni qaytirg'ili? Biz turgan yotoqning ijarasichi. Aslida har birimiz yerimdan to'lagandik. Men bu ishni allabirli unutib ketgandim. Uning pulni qaytirmasam bo'ldi deb shuncha ilsam unmay turalyotdi. Nobuto darhol Naokoning bundoq qilishdagi muddaasini tushundi. Bu qiz dadasi tufaylidan o'zini boshqalardan tuvan ko'rgan ruhiy holatni oz-to'la bo'lsin o'ngshash maqsadida shundoq qilgan. Nobutoning qalb to'lqinlari ixtiyorsiz o'rkash yasadi. Qanday qilsak bo'ladi, dada? Pul ishi yanala aniq bo'lgani yaxshi. Qabul qiling. Ma'qulamsa. Tomoq tayyor bo'ldi. Qani, tomoqqa marhamat. Emsa, tamoq chiqayli, ha? Naoko, biz bilan birga tomoq yeyapman. Dadam meni uyda saqlab o'ltiradi. Unda dada bilan nima qaring bor? Yezimiko. Gap so'zga diqqat qiling. Anisi men ketdim. Bugun bak xush bo'ldim. Rahmat sizlarga. Bundan keyin doim kelib turing. Hey, Toshisoki. Uni uzitib qo'ying. Ma'qul. Uygacha olib qo'ying. Bo'ladi. Ma'qul, xayr xo'sh. Yo'q bo'ldi. O'zim ketaverman. Tez qilma, o seni olib qo'ysin. Biroq uni yaxshi ko'rib qolsam bo'lmaydi-chimi? Rastini esa men akam bilan bir tuqqan aksivil emas. Yezimiko. Shu biz to'y qilsak hech qanday chatoq chiqmaydi. Naoko xonim. Singlim uchun sizdan afv so'rayman. Billa mayli. Bo'ldi, o'zim ketaveray. Nima qilyapsan? Bu nima qilgan? Qandoq to'p bu? Ko'zing nakatdi. Yaqindan beri g'alati bo'lib qolding-ku. Dars vaqtida hamisha butda qarab tursan, ha? Bu tarafga, ha? Kaniko ketish bilan u tirik murdalik bo'lib qoldi. Jo'ylama.
Mening ishim bilan karing bo'lmasin. Kaniko. Hey, unchalar rostlanib ketmang. Ko'pchilik Kaniko kelibdi. Kaniko kelibdi. Kaniko, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Rostli muhabbat to'ng'isida quchirdingizmi? Ruhliq bo'ling. Ha, rost. O'qishdan chekinish iltimosingizni shirtib etdim. Mundaq ish. Mushu bir mezgilda maktabdan sizga ruxsat ep qo'ydim. Obdan o'qing. Ruhsizlanmang. Kaniko, ko'pchilik sizning maktabda o'qishingiz uchun yordam qilishni xohlaydi. To'g'ri, yordam qilishni xohlaymiz. Qandaq? Maktabga tezroq qaytib keling. Kaniko, shunday qiling. Tezroq qaytib keling. Kaniko Turner, siz bugungi mashqqa yetakchilik qilsangiz qandaq? Bo'ladi. Yaqindan buyon ro'yi oltinlar yaxshi emasdek ko'rindi. Shung jazolash ustidan har birolar toshqanchilab 10 qatimdan sayfaysizlar. 10 qatim. Yana voysaydigan bo'lsanglar oyab oltamayman. Hepinizga. Ma'qul. Mening yana bir soatlik darsim bor. Ma'qul emas. Birga saqlab turing. Ma'qul. Astara. Kechiring. Shunchalik yergacha birga keldingiz. Sizning orqamda maktabgacha kelishingizni haqiqatan o'ylab boqmabdi ekanman. Dadam sizni jazman uyingizga olib qo'yishimni buyurgan. Rostini aytganda, ba'zi uning bek ochiq yomon bo'lib ketadi. Allah, yana sen kelsin-da. Mana uyga kir. To'xtab turing. Meni nima desangizmi mayli. Lekin uning hargiz azor bermang. Nima? Bu ish bilan karing bo'lmasin. Dadsiz bolasini qanday qilsin, nima chatiqan? Undaqmi emas-ku? Nima deding? Ko'rishimizcha. Yer tur. Bayi siz ağzınızı tegmayman, uning dadisi deysiz. Lekin siz kichkina bo'lsin dadillik mas'uliyatingizni ado qilib boqdingizmi? Yer tur. Dada, bo'ldi qiling. Bo'ldi urishmanglar. Dada, bo'ldi qiling dada. Endi urishmanglar. Achchig'ingiz tugidimi? Ma'qul emas. Onu közümde yo'qot. Nim bo'ldi? Bu chaqda kelib qopsiz-ku. Bir kech qonsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Lekin dadangizchi? Kaniko. Undaq odamni ikkinchi ko'zim ko'rsin. Saqatib qo'ydim. Bugun sizga nima bo'ldi? Meni bu yerga taklif qilibsiz-ku. Sizni avar qilib qo'ydim. Albatta avar qildingiz. Aran tasdiqda bir yigit bilan ko'rishga kelishib qo'ydi. Qarang sizni. Efendim, qarab beqing. Demaysiz. Sizniki bilan o'xshash bo'lsa. Yana birini keltiring. Ma'qul. Yaqindan yaq ahvolingiz qandaroq? Hamlet, yanıla asra chekib yuramsiz? Men ko'rdim.
Eşi Kaniko'nu ko'rdim. Nima deyapsiz? O'taki shirkatidagi? Ha, men xato ko'rib qoldimmikin deb gumon qilyapman. Lekin u rostilla Eşi Kaniko. Qandaqmi bundaq ish bo'lsin? Bilmedim. Hakikaten bilmedim. Qandaq qilay deyapsiz? Men nima uchun bundaq bo'lganligini, buning sababining zodi nima ekanligini siz uchun tekshirib baqay. Yanıla özem tekşürey. Neticesi qandaq bo'lsa, ona bilan ko'rishib gapni aniq qilishib kerak. Buni aniqlamay bo'lmaydi. Yezimiko uchun bo'lsa-mu, shunda qilishim kerak. Nerelerde çöğülep yürüdün? Butxonaga berib keldim. Yerim keçidi uyaga nemish qilmading? Mana bu o'zining dadisi. Qotillik jinoyati bilan 17 yil turmada yotgan bu odam dal o'zining dadisi. Naoko'ning bu qo'rqinchli ham baxtsiz taqdirini ovozning berchi qog'oz keldi. Biroq u yana bu odamdan ayrilmaydi. Mo'shundoq bir dodi bilan birga turmush kechirish uning peshonasiga putilgan edi. Timtos qorong'i tunda Naoko o'zini o'zi ogohlantirdi. Vaholanki boshqa delo turg'izib qo'lga olgan ekanmiz. Shundoq. Uning qotillik qilganligi jihatda hozirgacha qo'lga olgandek to'liq dalil isbot yo'q. Shunga zaxmlantirish jinoyati bilan qo'lga olmoqchimiz. Zaxmlantirish jinoyati? Shimazaki turmadan chiqqan kuni kechda Manjuko'sidagi bir qavoxxonada aroq bahs qimmatgan deb urushib, do'konning oshpizini qattiq balg'a. Yarısı qandaroq ekan? Yuzi kichikini ishib qopti xolos. Shunga ayni vaqt soqchi mahkamasiga ma'lum qilmabdi. Shimazaki ustida boshqa delo turg'izib qo'lga olishga mo'lchirimcha sizmi qo'shilmaysiz. Biroq uni o'zmayli qo'yversak, biz gunoh o'tkazgan bo'lib qolmadik. Qo'lga olish guvohnomasini yuqoriga yo'lladik. Bugun tasdiqlab tushirildi. Rasma? Dadingiz xalsila bizning qurilish o'rniga kelib ishlasin. Hay, shundoq bo'lsinmi? Direktor apandi, sizga ko'p rahmat. Arzimaydi. U degan qanchalik ishdi. Mana burun quruq qo'l bilan egilik yaratgan. Qotillik degan qanchalik ishdi. Hay, qarang sizni. Kechiring. Gapning qisqasi dadingiz ishlashni xohlasilmaydi. Amsa shunaq bo'lsin. Sizga choy quyib chiqay. Bular ikkisi aslida ona bola. Ya'ni bir-birini chin quchoqlashga tegishli ona bolalar edi. Lekin ular yana bu ahvoldan bexabar yuradi. Mushu paytda Naoko'ning qalbi minnatdorlik bilan to'ldi. Tuyuqsiz uningda go'zal kelgusiga bo'lgan qoyimona umid va intilish paydo bo'ldi. Shimazaki Eiji degan senmi? Sen zaxmlantirish jinoyati o'tkazganliging uchun qo'lga olinding.
Zahmlendirish men kimni zahmlendiribdimi? Qavoqxonda ishpazning borlig'ini unutib qoldingmi? Tushundim. Onu qo'yib dadam nim gunoh o'tkazdi. Xizmatimizga to'solg'iliq qilma. Uni olib ketmanglar. Naoko. Bu ablaqlar meni yengila turmadan chiqdi deb bo'lsa ketyapti. Biroq sen mening eski qimg'aliqimga guvochi bo'la olaysan. Men hech chiqmadim. Dada! Siz har qancha joylik qilsangizmi, boshqa yil o'tirg'izib qo'lga olishga norozi bo'lsangizmi, Shimazakini yana qo'lga oldik. Shundoq bo'lsin. Lekin Kamimura apandim, qo'lga ilishning sababi faqat zahmlendirish. Siz bundan boshqa jinoyat faktlarini tekshirgili bo'lmaydi demoqchimi? Yoki Shimazakini yalab kelganda uni bir taraf qilishga ishonchim yo'q demoqchimi? Agar uning rostla odam o'ltaganligi dalillanadigan bo'lsa, uni albatta bir taraf qilish kerak. Dadamni qo'lga olgan odam dalsiz. Shundaqmi? Nobito qotil Shimazakini so'roq qilish jarayonida Shimazaki qotillik jinoyati o'tkazganligini qat'iy inkor qildi. Naoko Shimazakidan gumonlangan bo'lsa-mu, lekin uning o'z dadasi ekanligiga qat'iy ishongachga uni hadab qanot ostiga oldi. Unda qo'sa ayliqi qondig'i bor Xurumchapan nimadan derak berdi. Bu gumonni yeyish uchun Nobito oxiri Naokoni so'roqqa chaqirishga majbur bo'ldi. Keyingi ishlarning tafsilotini o'qimoqchi bo'lsangiz, 3-qismini ko'ring. İzhar kinoxonasi. To'rbat manzilimiz www.izhar.tv.cn. Salon izlashnomamiz Izhar TV.cn.